Değme olacak, değme. Oğlum, Hop. 34 santimetrdan tortib olganmiz. Bitta ip bor, iplar tortib olingan. Polni. Keyingi qiladigan joyimiz bu yer. Ana. Hop. O'sha yerda keyin bu xonani qilishimiz kerak. Mana. Mana. Mana shu yerda bu joyda MDFdan pataloq qilib beramiz mana. Endi oldingi bitirgan joylarimiz, mana xonani bitirganmiz. Aka. Hop. Shu fasonda qilib berganmiz bu xonani. Keyingi xonamiz bu. Qorong'ulik uchun unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Tak. Keyingi xonamiz bu. Shu xonalarda qilib bitirib berganmiz. Mana bu tomonni olinsa baribir qorong'uroq qilyapti. Mana shu holat. Bu chiroqni adini faqat tushirganmiz. Mana kabel turibdi. Bu eshikdan kirishga yoqqani. Ikkovini ham adini tushirilgan. Undan tashqari bu xonamiz bitta. Endi hozircha kechroq bo'lganligi uchun qorong'uroq ko'rinyapti. Mana shunday bo'lib bitgan. Undan keyin bu xonani tak qildik. Mana. Yo'q, bidirib tashladik.